yuzlaylab yo o'nlaylab qo'yingiz bor, ammo cho'poningizga bir dona barqingiz yo'q. Nima uchun? Bo'ri uchun, jondor uchun. Aziz vatandoshlar, yana bir barqi, yana cho'ponlar uchun bir barq mana bizga kelibdi. Hozir buni sizlarga reklama qilaman aziz vatandoshlar. Degan mana bunda qo'yiladi, ustiga cho'ponlaringizga kerak, dehqonlaringizga kerak. Kelasiz, buni ichini ko'rasizki, nima sertifikatda bu barq, bir dona barqi 1000 metr urayotgani bor va degan buni ichiga botirisi bor ekan, 25600 mh botirisini qudrati bor. 8 dona botirisi bor, ichiga teleskopi bor ekan, biron joyga cho'poningiz yo alov yoqmoqchi bo'lsa, alov uchun va buni tasmasi bor joniga. Bir dona guruh mayda guruhlardan bor cho'pon, masalan, haymasiga bo'lsa, uyiga yoqmoqchi bo'lsa, kecha bir joyga qolsa yondirishlik uchun. Mana men buni basavallik qilaman aziz vatandoshlar, sizlarga ko'rsataman yaqin. Mana bu barq aziz vatandoshlar. Ko'rasiz, hozir mana qo'ylaringizni ko'ziga kelib qo'yapti. Mana bu barq uchta ham yonishi bor, 90 choshi bor va mana bo'ri ham yonadi. Buni kecha men sizlarga tizdirib qo'yaman. Degan aziz vatandoshlar, mana bu barqdan har cho'ponga, har chavkidorga, har shikorchiga bir dona lozim va yuzlaylab yo o'nlaylab qo'yingiz bor, ammo cho'poningizga bir dona barqingiz yo'q. Nima uchun? Bo'ri uchun, jondor uchun, degan boshqa bir vahshiy zotlar uchun bu barqdan bir dona cho'poningizga qo'liga bo'lsa akajon. Ehsolimiz va satto sar Afg'onistonga ro'yagon. Ya'ni yuvarishimiz hamma Afg'onistonning butunlay viloyatlariga, ulusvolliklariga, qariyalarga ro'yagon. Aziz vatandoshlar, bizdan xarid qilinglar va boyitmonor va Hormas texnologik xizmatlaringizga mana shu pastga yozilayotgan shumaraga WhatsAppga payon qo'yinglar, onlayn xizmatlaringiz eshitsin. Mana bu barqam sizlarga to'pa, bildingizlar? Cho'poningizni kissasiga bo'ladi, mayda barq. Degan bu ham 1000 metr uzoq turadi va mana bundan ham bir dona ichiga sitibasta bor. Va yonadi degani mana buradan telefoningiz ham cho'shaladi va mana bu cho'poningizni qaymasi uchun 25600 ham botirisini imichini qudrati. Degan sizga bir telefonda 4 nafar yo 5 nafar ham yo chosh beradi va bir guruh yubisi bor, sizga yaqaman desangiz, sizga bir hafta chosh beradi akajon. Va buni teleskopi bilan siz cho'poningiz alov yaqaladi va bir joyga gut bo'lmagan joyga sigaret tutatadi. Hamma ishini qiladi. Telefoningizga chosh powersi bor va telefoningizga chosh beradi. Bir yerdan chosh oladi. Choshlanadigan joy bo'lgan, mana bu USB yo'q, USB kebali bor. Mana bu Type-C choshlarni joyi Type-C. Mana bunda choshmalar. Hozir 85 choshi bor. Teleskopni bog'ladik va alovni yaqindan ko'rsatamiz. Mana birga xas bor. Mana bu xas, mana bittadan nima qo'ydik, shuni yondiradi. Alov yoqadi. Mana aziz vatandoshlar, kechasini yoqtisini ko'rsatamiz, yog'i mana bunda. Degan birolar qalsa ham bor, zayti ham bor. Va ham guruhi ilirisi ham ko'p, qazonni favqulodda yoqib qiladi. Guruh ishoraisi ham bor va ushqa yonishi ham bor. Mana bu aziz vatandoshlar, bir guruh kechani yoqib qilish uchun yoqtiramiz. Mana aziz vatandoshlar, bir qazonni yoqib qiladi. Bir qishlog'i basta yoqib beradi. Uni yoqtisi. Degan mana bu do'rzani 3000 metr uzoq uradi.